Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Akmal Shorahmedov Qalampir Sport YouTube sahifasiga intervyu berdi. Biz sizlarga intervyudan eng qiziqarli joylarini o'qib beramiz. Manba Qalampir Sport YouTube sahifasi. Savol: terma jamoaning oxirgi 2 o'yini haqida fikrlaringiz qanday? Kapadze qanday ta'sir o'tkazyapti deb o'ylaysiz jamoaga? Javob: menga Katanes juda ham yoqar edi. Katanes nima qildi? Ha, ko'pchilik gapiradi, doimo himoyada o'ynaydi. Unday bunday deb. Ha, chiroyli o'ynash mumkin edi deb. Natija bo'lmasa baribir murabbiyni so'kasizda. Jahon chempionatiga o'ynayapsizmi? Natija bo'lishi kerak. Katanesning nimasi yaxshi? Biz ichkaridan bilamizda. U yagona jamoa qila oldi. Ichki muhit juda ham zo'r bo'lgan. Futbolchilarni bir-biriga, murabbiylarga nisbatan juda ham yaxshi bo'lgan. Shuni natijasida menimcha yomon ochkolar yig'ilmadi. 90% ish hal qilib qo'yildi. Bitta murabbiy kelib hech narsani o'zgartira olmaydi. Mening fikrim, siz terma jamoaga kelib o'yinchi tanlay olsangiz bo'ldi. Sizning ishingiz shu, terma jamoada. Boshqa narsa qila olmaysiz. 2 kun oldin kelgan Fayzullayevga nimandir o'rgatib qo'ya olasizmi? Yo'q, sizning vazifangiz qanday to'g'ri gapirib, masalan, ruhiy tomondan va tarkibni to'g'ri tanlash. Yana bitta narsa Fayzullayev faktori. Bunday futbolchi oldin yo'q edi. Bunaqa tezlik, dribling, bunday futbolchi O'zbekistonda endi tug'ildi deb o'ylayman. Fayzullayev faktori terma jamoani ushlab turibdi deb o'ylayman. Katanes vaqtida ham Fayzullayev edi, hozir ham o'sha Fayzullayev. Katanes nafaqat terma jamoani, balki murabbiylar shtabini ham yig'ib ketdi. Masalan, men ham undan ko'p narsa o'rgandim. Masalan, aytamiz, Katanes himoyada o'ynaydi deb, lekin hech kim aytmaydi. Qiyshiq tepgan, to'pni yo'qotgan deb. Murabbiy aytmaydi-ku shunday deb, to'g'rimi? To'g'ri, u aytadi, orqada hushyor o'ynanglar deb. Lekin oldinga o'tganda futbolchining o'zi hal qiladi. Masalan, Fayzullayev jarimadan tepganda urib qo'yasan demaydi-ku. Uni futbolchining o'zi tushgandan keyin hal qiladi. Butun jahonda shunday, bunday qilgin deb o'rgatmaydi. Shunday asosiy jamoani belgilaydi, aurani aytadi, tamom, yutishadi. Legionerlar bor vaqti yaxshi o'ynaymiz. Legionerlar yo'q vaqti yomon o'ynayapmiz. Ular baribir ushlab turadi bizni. Masalan, Fayzullayevni CSK'dagilar oldingi holatidan yaxshilab berishdi. Husanovni Lansdagilar kuchaytirdi. Klubdagi murabbiylar ularni 30-40% ga kuchaytirib berishdi. Savol: CSK'dagi murabbiylardan xursandmiz. Futbolchimizni shunday darajaga olib chiqib berishdi. Lekin Abbosning top ligalarga o'tish vaqti keldi menimcha. Javob: meni bir do'stim bor. U Germaniyada futbol kattalari bilan kecha Bavariyani o'yinida o'tirishganda, o'shanda gaplashib o'tirib Fayzullayev deb o'tirishgan ekan agentlar. Do'stim hayron bo'lib, Husanovchi desam, Husanov yaxshi, lekin Fayzullayev u boshqacha deyishgan ekan. Ko'ryapsizmi, hujumkor o'yinchining narxi baribir balandroqda. Menimcha sentyabrlarga kelib top chempionatga o'tadi deb o'ylayman. U bunga tayyor, ham jismonan ham, texnik jihatdan ham. Savol: nima deb o'ylaysiz, O'zbekiston terma jamoasi keyingi turdayoq mundial yo'llanmasini hal qiladimi? Javob: men 100% ishonaman. Birinchi turdan ishonganman, 100% chiqamiz. Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar O'zbekistonga to'siq bo'la olmaydi. Milliard puli bo'ladimi, unga olib boradimi, bunga olib boradimi, ular bizdan kuchli emas. Biz ularni oldin ham yutganmiz, hozir ham yutamiz. Ha, bitta Qatardan yutkazdik 3-2 ga. Bu endi tasodif deyman. Bu futboldagi bo'lib turadigan holat. Birlashgan Arab Amirliklarini omadi kelib ham bizni yutishiga ishonmayman. Birlashgan Arab Amirliklari Qirg'izistonni ham yuta olmaydi. Qirg'izlar o'zini xalqini oldida Birlashgan Arab Amirliklariga yutkazmaydi. Bular unday kuchli jamoalar emas. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Akmal Shorahmedovning gap so'zlariga qo'shilasizmi? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.